Endi biz boshqalar bilan paranglash jarayonida bildirmay bishorat bergili bo'landi degan mazmunda o'rtoqlashamiz. Biz boshqalar bilan paranglash jarayonida bir tarafdan paranglashga, yana bir tarafdan bishorat berish orqali boshqalar bilan fikr almashtirsak, bishorat bermaganga qaraganda unumi texim yuqori bo'ldi. Bu xil paranglash san'atiga sal qarg'il olmaydi. Buning unumi nihoyat yuqori. Ba'zi odamlar boshqalar bilan paranglashganda to'xtamay qo'llarini harakatlantirishganroq. Sizcha bu maqsadsiz elib bo'lgan harakatmi? Dünyada maqsadsiz elib berilgan harakat bo'lmaydi. Bu xil harakat bo'lsa bir badan tili. Shundaqla badan orqali bishorat berish texnikasi. Buning usuli bo'lsa gap bilan harakat birdek bo'lish. Masalan, ma'lum bir narsa degan chog'da shu narsani og'zingiz ifodalab berdi, qo'lingiz bo'lsa shu narsaning shaklini ko'rsatib berdi. Bu xil usul bilan boshqalar xuddi kino ko'rgandek ham narsa to'liq tushundi. Dunyoda danliq notiq, tilshunos hammasi mushu xil usulni qo'llandi. Shunga ular so'zlaganda qo'lni to'xtatmay harakatlantirdi. Til bilan harakat birlik kelganda qarshi demakchi bo'lgan o'y fikrni asli kontrol qilib olgan bo'ldi. Qani undaqda biz bir qancha tajriba ishlab boqaylik, rostli kontrol qilib plandi yo'q. Biz bosh deyilgandek, haqiqatan bir tarafdan paranglashqash, yana bir tarafdan bishorat bergan vaqtning o'zida qanday unum bo'ldi? Mush unumning rostli unum bo'landi yo'qmi? Mush ustida bir tajriba boqaylik. Qani bu yoq bilan bir paranglash boqaylik. Siz hozir A va B ning o'zidan xohlagan birining o'zini ko'nglingizni piking. Buldunuz mu? Gayet yaxşı. Yana bir qatim kilayli. Bulamda? Yana A ve B'nin o'zidan xohlagan birini ko'nglingiz piking. Pik buldunuz mu? Gayet yaxşı. Endi siz A ve B'nin o'zidan xohlagan birini ko'nglingiz piking. Pik buldunuz mu? Gayet yaxşı. Endi birden 10'ga bo'lgan sonning o'zidan xohlagan bir sonni, birdan 10'ga bo'lgan sonning ichidan xohlagan bir sonni, birdan 10'gacha bo'lgan sonning o'zidan xohlagan bir sonning o'zini ko'nglingiz piking. Ondan birdan 10dan 1gacha bo'lgan sonning o'zidan. Ko'nglingiz pik bo'ldingizmi? Gayet yaxshi. Endi başlab pikkan abayaqisi, pikkan harf, son hammasi esingizda bor, shundaqmi? Endi birinci harf qaysi? A. Gayet yaxshi. İkinci harfchi? A mı? Gayet yaxshi. Üçüncü harf? Gayet yaxshi. Endi bir tas sonni ko'nglingiz pikkan. Son. Gayet yaxshi. Mana özünüz mikrofon bakın. Nəhayət yaxşı. Bu yoqniki ko'ngli pikkan son bo'lsa, başdagi harf bo'lsa A, B, 7. Endi bu xil bishorat berish usuli bo'lsa, qanday degan chog'da biz bizniki başdagi filmni ko'rsak bo'ldi, oxirgi filmni orqaga yondirib kirib baqsaq bo'ldi. Men bishorat bergan chog'da A va B ning o'zidan xohlagan bir sonni ko'nglingiz pikkan deb ani ikki qatim chiqardim qo'limda. Ikki qatim chiqarganligim uchun bu yoqning kallasida yushurnanda shu zamonda A degan bir harf aks etadi. Endi mushkil usulda qo'limizni kontrol qilamiz. Qo'limiz orqali u yoqniki yushurni eni kontrol qilamiz. Endi B kelgan chog'da A va B ning o'zidan xohlagan bir sonni ko'nglingiz pikkan. A bilan B ning o'zidan xohlagan bir harfning o'zida ko'nglingiz pikkan. Degan vaqtning o'zida bu yoqning ikki qatim chiqargan B, bu yoqning yushurni enida shu zamonda B degan harf aks etadi. Endi bu 7. 7'ga kelsak, men bu yoqqa 10dan 1gacha bo'lgan sonning ichidan xohlagan bir sonni ko'nglingiz pikkan. 10dan 1gacha bo'lgan sonning o'zidan xohlagan bir sonni ko'nglim pikkan deb men 7ning shaklini qo'limda chiqarib berganligim uchun bu yoqning kallasida yushurning shu zamonda, ya'ni 7 degan bir ong shakllandi. Shu sababdan bizni bu yoqniki yushurning enida chiqqan bermoqchi bo'lgan javobini biz qo'limiz orqali bevasi sindira olamiz. Mandaq degan chog'da biz shu mazmunda bevasi gap qilmay turib, biz demoqchi bo'lgan o'y fikrimizni bu yoqning kallasiga singdirib qo'ya olamiz. Tajriba oyoqlashdi.